karantin tugadi-yu, bir yigitni nasroniy bolani o'rtoqlari olib kelishdi. Musulmon bo'laman deyapti domla. Ha, yaxshi. Musulmon emasmi desam, yo'q, nasroniy. Musulmonga o'xshab ketdi desam, o'rtoqlarim musulmonda dedi. Bitta dvorda yashaymiz. Bog'chaga billa borganmiz, maktabga billa borganmiz dedi. Billa o'ynaymiz dedi. O'limlariga qatnashaman, marosimlarga qatnashaman dedi, to'ylariga qatnashaman, faqat masjidga bormayman xolos dedi. Musulmon bo'lmaganligim uchun. Endi musulmon bo'laman deyapsizmi? Sen ham musulmon bo'laman deyapman. Xudo meni saqlagan dedi. Nimaga desam, bizda dedi nasroniylikda dedi cherkovga cho'qintirishga olib boriladi dedi. Cherkovdagi popni vaqtini bilib, bolani kiyintirib olib boriladi dedi. Asosan dabdaba mashinalarda dedi olib boriladi. Keyin u cho'qintirib beradi, qaytib kelinadi. Meni ham shu popni vaqtiga to'g'illashib kiyintirishgan paytda kasal bo'lib qolib, reanimasiyaga tushib qolgan ekanman. 10 kun yotib, kelganimdan keyin yana bir vaqtni belgilab, yana olib boramiz desa, yana kasal bo'lib qolgan ekan. Keyin onam aytgan ekan, bunga yoqmayapti, o'zi katta bo'lganda cho'qinib olaveradi deb olib borishmagan ekan. Ustoz dedi, "Ha" desam, bir marta ham cherkovga qadam bosmaganman. Nasroniy bo'lib turib. Domla dedi, "Ha" desam, "Aroq ichmaganman" dedi. Nasroniya nimaga ichmagansiz desam, bir masalangizni eshitgan edim yoshligimda. Payg'ambarimiz jannatga kirganlarida payg'ambarimizga Havzi Kavsar berilar ekan. Havzi Kavsarning oldiga borganlarida tillo kosa berilar ekan. Tillo kosadan Havzi Kavsarning suvini olib ichib sahobalarga berar ekanlar. Sahobalar birin-birin ichib Rasulullohga yana qaytib kelar ekan. Rasulullohning qo'llarida turgan mahallada Rasulullohni ko'rmasdan iymon keltirgan ummatlari kelar ekan. Rasululloh ularni ko'rib kosani tashlab yuborar ekanlar. Sahobalar aytishar ekan, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, biz sizni ko'rdik, gaplashdik, iymon keltirdik va yana sizni labis tekkan tillo kosadan ham ichyapmiz. Ha, bular sizni ko'rmagan, gaplashmagan bo'lsa, yana labis tekkan tillo kosadan ichishmaydimi?" deganlarida Rasululloh yig'lab aytar ekanlar, "Bular meni ko'rmasdan iymon keltirgan ummatim bilan meni oramda shu tillo kosani ham bo'lishini xohlamayman. Havzi Kavsarni muborak kaftimni olib ichkizaman" degan ekanlar. Shuni eshitganimdan boshlab ichmayman deb qasd qilganman, o'zim kichkina edim. Nimaga desam, Rasulullohning muborak kaftlariga bu og'zim tegishligi uchun loyiq bo'lsin deb. Qaranglar. Biz o'ylayapmizmi? Ol bo'lsa olib kirib qo'yyaptilar.